Kanal Marvel koinotidagi eng qadimiy qorong'ulik xudo sifatida tanilgan. U simbiotlar, Venom, Carnage va boshqalar yaratuvchisi va yovuzlikning ibtidosi hisoblanadi. Kanal birinchi simbiotni o'z qoni va qorong'ulikdan yaratgan. U simbiotlarni kuzatish, boshqarish va masshtabli hujumlar qilish uchun ishlatgan. Simbiotlar orqali sayyoralarga tajovuz qilgan. Kanal yorug'likni yomon ko'rgan va Celestialni o'ldirgan. Keyin esa undan nekro qilichni yasagan. Bu qilich har qanday jonzotni o'ldira oluvchi juda kuchli qurol bo'lib, filmda Gor Thorga qarshi ishlatgandi, ammo uni o'ldirishni eplay olmagandi. Kanal esa Celestiallarni ham o'ldira oladi. Biz uni Venom 3 filmida ko'rganmiz. O'shanda kanal juda qo'rqinchli ko'ringandi. Maxsus kodni topish uchun u yerga mahluqlarni yuboradi, ammo Venom o'z hayotini qurbon qilib, kodni yo'q qiladi. Kanal esa maqsadiga erisha olmaydi. Agar kanal ozod bo'lsa va yerga kelsa, unga hattoki qazoskorlarning ham kuchi yetmasligi mumkin. Umid qilamizki